Başlandık. Hadi sizle dep gap qilyasan buldu ha. Bo'ldi. Qanday gap qilsan? Sen benim istersin verse farkımız. Başta rahmet söhbətimizə tunji mehmin olub, söhbətimizə qatnışıb berganlarga rahmet. Rahmet sizlərə. Hem de asas məqsədi də ictimai taratqı vasitələrdə YouTube muş kanallarda da muş özümüzün tildəki muş uçurlarını, yəni həm uçuracaq, lakin muş da qolanışcan başqalarının nəp bildirən muş da uçurlarını taqib etqanın ki bir tecrübe sahipleri, yuşlarının nimişki başladı, kandak nimeler yuluqdu, şunu bir taqib. Şu tordaki Uyghur mazmunlarının taxım jaqishig'i bir ilan bolsa degan shuni asas maqsad qilib, shuni nim qildik, adashini bir ziyorat qilib taqasak, hamda paylanoladiganlar, paylanib ilhom oldiganlar, yoki texnikalik ba'zi bilimni boshlanmay qolganlar, sildan hamda sizlar men tunuydigan biz tunuydiganlarning ichida eng yaxshi ma'lumotgan ekansizlar, nap bilayotgan. Shuni sizlarni tunji bo'lib bir ziyorat qilishni to'g'ri ko'rdik, adash. Rahmat, shu fursat menga berganingizga. Buldu da. Şamsiyliqi normal parang şəkildə bolsun söhbətimiz, lakin mən asaslıqı bir neçəmdə ma söhbətni ravan davamlaşdırış üçün mən bir neçə suallarını sorayım, yazıb alğan suallarım var. Sizə şu sualğı kayıtıb aldı, cavab verən asaslıqsa arkadaş. Lakin nəyət erkin normal söhbət buldu da şuma. Siz özünüz bir tunuşu etəmsizlər, özünüz xalığan asasda. Aval. Özüm tanıştırıp çıkay başta. Assalamu alaikum. Hazır Nahmeyden de anlayotgan ve bunun denken meyli podcast olsun, meyli YouTube başka platformlarda anlamakçı boyun qeyrinleşler. Hem kim şu oxtanlar xeyirlik olsun. YouTube kanalda bu dal muşan qoşaş tonda muşan qoşu bir intonasiyada başlayma. Eğer YouTube kanaldaki derslerimni görüyotganlar bolsa. Men özümün ismi Abduqayyum İlteriş. Normalda meylim şu Clubhouse olsun, meyli Instagram olsun. Asas kamyada A çikit İlteriş süptede işiltime. Çünkü onun Abduqayyum degan isimden özüm o. Uygurca bek uzun bop ketmegende ki sıkamdan lekin başladı bek uzun bop ketken hatta körütkanlardak Clubhouse'un to'liq ko'rinmabdi şu isimlar. Şonlashqa qisqartirib İlteriş desanlar bo'ldi menga. Men bu yıl 26 yaş, özüm İstanbul'da grafik paylaş kesibde o'qiyman. 2015-yili Azizani Qashqardan İstanbulga, yani Türkiye'ge müşü. Özümdenki bunundenki kasbimni özümge, atrofimdagilarga va xalqimga nap bera oladigan kasbni izlab shu sohada ilgirlash maqsadida kelgan bo'ldim. Kelib bu universitetda o'qib degandek inshaalloh mushu yil eng oxirgi mavsum bo'layotdi. Hozirning o'zida shu o'qish bitirish asarini tamomlab degandek. Özümdenki kasbim grafik paylash, ya'ni graphic design. Şunçilik pek alayda tarixim yok. Buldu baş rahmat. Şimdi benim bilişimçi mısılın ki cihciyatten falan tonlu barken lekin bir temişi bay diyendek şu kompüter turmuş YouTube kanalı to'g'risida bo'lsa deb qardim. Unda da şimdi sizlarniki ben videolarni hammani to'liq kraplamdi emasken. Lekin başdan başlab biroqda ko'rib chiqqan, agar men xatolashmagan bo'lsam, birinchi videolarni 3 yil avval shu Photoshopni ishlatish to'g'risida boshlab ekansizlar. Endi shu başlaganda siz mesela tunji birinchi ikkinchi videolarni chiqargan vaqtda u vaqtda shunaqa bir uzun mezgil YouTube kanalı davomlashtirish bilan boshlaganmidinglar yoki mana bu narsalarni chiqib qo'ygash turayli bir deb shu vaqtlar bir ikki videodan chiqib qo'ygash niyat qilib boshlaganmidinglar? Hamda bu gap balqi meningki kompyuter bilan tunji uchrashgan, andan keyin shu vaqtdan tartibda hozirga qadar o'rganish bosqichimga bevosita ta'sir ko'rsatdi va shu YouTube kanalini ichilishlik sababmi shunga munosabat ko'p qoldi. Shunlashqa eng boshdan boshlay. Meningki men o'qishga vaqtimda, ya'ni shu boshlang'ich bitirish harpisida va to'liqsiz chiqish harpisida kompyuter bilan uchrashgan bo'ldim. Bu uchrashgandan keyin bu kompyuter degan narsa menga ajoyib bir xil sirliq, sehrlik demdoq. Alayda bir xil u vaqtdagi hissiyatimni hozir tilim bilan ifodalab berolmayman. Lekin shunda bir xil shu darajada ta'sir ko'rsatgan-ku, bir xil o'ziga bak jalb qilganda. Ondan keyin tunji yilib shu hozir qadar esimda bor. Barmoq diskiga bir narsa qachilashdan tatib o'rganishni boshlagan. Tunji qatam shuni qila olgandan keyin ajoyib qo'shilib butun dunyodagi bilimlarning hammani men biladigandak ashta yizqib ketgandim-ku. Amaliyotda bir narsani o'rgangan sari o'rgangan narsaning ko'p ekanligini his qildim emasmi? Shuning bilan u vaqtda hamda aile sharoitimizmi bor, lekin u vaqtda kompyuter yangi kelgan mezgillar bizning hayotimizga. U vaqtda ko'nikli telefonlar bor.
Hemen ondan keyin kompüter elişmemde hali bay ailede bulatdıcı. Ondan keyin dadam kompüter yapıran desem oyun oynayapkan mısın dep dadılık noktasından perzendik bolgan kuyumçılık noktasından oylap durup yapamagan bunu men toy qilgandan keyin gerçi hozir balam bo'lmasimi toy qilgandan keyin bir oilaga nisbatan mas'uliyat ortilgandan keyin his qildim-ku. Bo'lmasa toki qaysi kungacha men dadamdan qaqshab yurgan. Kechki ash vaqt kompyuter bo'lgan bo'lsa, men hozirgidan bak o'rganib ketdim, yo'q deb. Amaliyotda har narsaniki bir vaqti bo'ldi ekan-ku. Shuning bilan kompyuter yo'q, to'rxonalarda bir koy bersak 20 soat o'tag'il qo'yadi. Ash vaqtida bolalar o'yin o'ynasa, hech o'yin o'ynamay qolmagan, o'yin o'ynagan, lekin o'yindan ziyodan bu o'yinlar qanday yasalgandi deb mening bir qo'yim bor, ketib qolgan bir yerda, masalan, bir quduq bo'lgan bo'lsa, bu quduq nimish paydo bo'lib qolgandi, bu quduqni kim qazgandi deganni bekerak o'ylab qolmaychi. Mayli nim bo'lsin, har qanday narsa bo'lishi mumkin, ya'ni. Shuning bilan bu narsa qanday yasalgandi deb shu izlanish orqasida shu ügünüp 2008-yildagi voqeada to'rt bir yil kesilgan bo'ldi. U vaqtmi hali meniki mushjiyatlik taraqqiyotimga ta'sir ko'rsatgan yillar desam bo'ldi-ku. Bir yil kesilib ketishi hamda kompyuterlarning yaqindan aloqasi bor qarindoshlar bo'lsa bildi. Davomli ishlatib tursangiz unutib qolasizlar. Undan keyin to'liqsiz chiqqan bo'ldi. To'liqsizda bizga kompyuter texnikasi deb dars o'tdi. U vaqtda men ajoyib bir xush bo'lib ketgan, chunki men maktabni toz yaxshi ko'rmaydim-ku, rost gapim degan vaqtda. U vaqtdagi maktablarni. Lekin birdan bir an qo'shog'inim kompyuter darsi o'tilganlikdan maktab bo'lgan qiziqishim yoki maktab bo'lgan bag'inishim taxmo kuchaygan mezgilda. Ondan keyin kompyuter muallimimiz Uyg'ur edi. O'shandan so'rab, ondan keyin ko'p deylan setilib, ya'ni optik disklarchi. Ashunda setilib o'rganib qildim. Lekin yangi o'rganib bu kompyuterlar yangi uchrashgan bo'lg'achqa, kompyuter qaysi sohalarga chetiladi, bularning ichidagi qaysi mas keldi degandek nuqtalardan aniq bir qarash bo'lmag'achqa menda. Shaxdan shax qo'nib o'rgangan. Ondan keyin to'liq o'tirib chiqqan vaqtida o'rgangan narsalarım azroq ko'paydi. To'liqsiz qaraganda albatta ko'paydi. Ko'paygandan keyin nima qildi? Izdan da bir to'r bekat var, shu hozir ostida yo'q ekan. Izdan CC deb. Ashu nimaga to'r bekatniki boshqaruvchi bo'ldim. Ondan keyin asosda o'rganganlarimni, bildiganlarimni boshqalar bilan o'rtoqlashishni bir xil yaxshi ko'rdiganchu. Ondan keyin boshqalar ham o'rtoqlashsa, menmi foydalansam, o'rtoqlasam, ular ham foydalansa deydigan bir qarash keldi. Shundan tunji bo'lib shu Rosetta Stone degan bir detal bor, til o'rganadigan bilamizligi. Ashu detalni ders ishlab ketganmish 2015-yilda. O dersimi bor naytidan dek bir xilcha. Bak qaloq demdik, ovozlarim go'ron-go'ron, yangi o'smirlikdan yoshga qaytgan vaqt bo'lgandan keyin ovozim bir o'tamagan, bir o'tamagan. Uyg'ur tilini to'zi bir mukammal emas, bir joyiga tushmagan mezgillardagi dars ekan. Hozir anglab bir xil kulib ketaman, lekin YouTube'ga chiqarmagan darslar. Shundan boshladim. Başladım, lekin meningki to'liq o'tirgan muallimim bilan aramiz yaxshi, lekin u muallimniki darsi xanzur til darsi berganligi uchun men xanzur tilda yaxshi o'rganmaydim-ku darsda, u muallim darsini. Shunday bo'lsa, men bak yaxshi ma'lum qiladi. Men bu bak hurmatlaydim. Ondan keyin u muallim ash darsimni nerdan uchratib ko'rib, menga ayrim WeChatdan, ya'ni Weixindan xat yozibdi. Voy, men darsingizni ko'rdim, bak yaxshi foydalandim, ko'p rahmat deb. Ama bu o'zimning muallimidan kelgan bir rag'batlantirishda bu davomlashtiring degandek-ku. Shuning bilan davomlashdi. Undan keyin maktabni shu 2014 bitirgan bo'ldim. Bu mezgillarda hozirgi chet ellikdagi Google yoki boshqa narsalar bo'lmag'achqa izlanish doiramiz bek cheklik bo'ldi emasmi? Unda bo'lganki men to'rdan chiqqan mayli mening kasbim maskasin yoki maskamsin, hamma darsini yig'ib to'plab kompyuterga tushirib qo'ydim. Uyg'urchalar bo'lsa. Shundan keyin o'zimning kasbiga oladiganimdek o'zimning kasbim maskamsin, hamma darsini yig'ib saqlagan. Ko'ni bir TV'lar qattiq diskan bu bor.
Ondan keyin chet elga 2015 keldim. Mush kelgan vaqtida men mushlarni uygunaman qo'y deb baş ko'tarib kelgandim billa chet elga. Hozir hamda ularningki asosiyatdan u darsdan so'zlug'ichilarmi yo'q va u darslarningki ta'minlangan ulanmalarni hammasi yo'q endi. Hozir ahvol tushundim bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin shu 2015 asli planimda 2015 dan tartib boshlamoqchi edim YouTube kanalini. Lekin hamda chet eldan yo'q vatanning ichidan chet elga yangi kelgan vaqtidagi tuyg'unga Uyg'urlar bilan aralashmaslik yoki Uyg'urlar bilan gap qilsanglar xuddi vatanlik biras anglab bir ishlar bo'lganda hissiyat bo'lgan madamda. Aş hissiyatning orqadan tingirqab ta 2018 yilning 18 keldimda 2 yildak tingirqidim. Amaliyotda men shu vaqtda shu eng pushaymon qilgan bir nuqtam 2015 da boshlagan bo'lsam balkim hozir 5 yillik 6 yillik kanal bo'lib qoladi. Qarindoshlar bilan yuz ko'rishadigan darslarning turi bo'lsin yoki sahalik chetilgan nimasi bo'lsin hammamiz bek ko'p bo'ladi deb nuqtadan biroz ko'nglim yerim bo'ldi, lekin yana boshlamay qolmaganimga shukr deyman-da. Aslida savolingni bek chetnab ketgan bo'lishi mumkin. U vaqtdagi planim faqat menda badasini ham chiqarib qo'yib to'xtab ketishdi-ku. Bu qattiq diskamda turib sesib ketmasin, bo'ldi, men boshqalar foydalansin ham. Ular maxsus tarix qilgan Uyg'ur tilidagi dars bo'lgan ekan debchi. Andan keyin bir taqtishga boshladim. Like deb qo'yamda, yoqtirish ko'nikmalari beslashga boshladi. Inkaslar kelishga boshladi. Voy, to'xtab tura. Buni menmi qilsam bo'lgandek, menmi boshqalarga bildiradigan yoki boshqalarga so'zlab beradigan narsarim, ya'ni o'zim kuchli emasmi, shuni bir so'zlab boqay, balkim birilarninki ishiga yarab ma'lum bir nuqtalar, ma'lum bir qadam bosqichlar qisqarib qolsa ajab emas deb. Chunki mening o'rganish bosqichlarimda o'sha darslarning bo'lmasligi, qisqaligi nurg'un, masalan, bir qadam bilan ilinadigan qadamlar 10 qadam, 20 qadamlar ilinib qolgandan keyin arloqdagi zehn isrofchiligi, vaqt isrofchiligi, yerga kelgan vaqtida iqtisodiy isrofchilik, masalan, ya'ni isrofchilik demayli, sarfiyat ishib ketadigan gapda endi. Ortiqcha. Shunda bo'lmasligi uchun ham kab YouTube kanal, YouTube'ga bossanglar mayli turkcha bo'lsin, inglizcha bo'lsin, mayli qaysi til bo'lsin, to'kilib turdi-da shu bir mo'chang 10 bo'lib. Unda deganim darslarni tushirib deganim emas, ko'plik nuqtasini dedim. Hargiz men boshqalarning emgikini nim qilmayman. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, to'yin ko'mayman. Shuningga to'xtab turib, nemishqa Uyg'ur tilidagi bu shunda go'zal bir bo'lgan til. Agar ishiltalisi ravon bo'lgan bir tilning darslari nemishqa yo'q. Biz o'zimizning tilda o'rganaymiz deb. Undan keyin hozir esim keldi. Shu 2017 yoki 2016 bo'lishi mumkin. Olim Ahad muallim Visual Studio degan nimada programmerlikni haqliq va haqsiz yo'sinda o'rgatuvchi. Men mana shu Olim Ahad muallimning bir necha haqsiz tushgan darslarni, haqsiz taqantiqan darslarni o'zidan so'rab YouTube chiqargandim. Ko'rib baqsam bo'ldi. Shu muallim nim degan desanglar, Uyg'ur tilining grammatikasi, qoidasi shu programmalashga bakmas keldi deb. Ya'ni demakchi o'g'ini mesela bütün programlarni laylagan vaqtda biz ingliz tilidagi grammatik, ingliz tilidagi nim bo'yicha boshlaymiz. Mesela HTML tırnaqni ichib, yepib, orasiga mesela title degan qismlarni yozib degandek. Eng oddiy nuqtada mushlarni biz Uyg'urcha yozsak bo'lmam deb savol kelgan vaqtda muallim, alimat muallim haqiqatan Uyg'ur tilining grammatikasi bo'lsin, mayli boshqa jihatdan bo'lsin, haqiqatan programmalashga matematikalik qismidan bak muvofiq bo'lgan bir til degandi shu vaqtda. Bu gap menga bak yarab ketib, hamda hozirgi program tilini Uyg'urcha qilishning hech hojati yo'q. Lekin oyatki muallimning bizga bildirmoqchi bo'lgan narsa va Uyg'ur tili haqiqatan muhim til jumo demoqchi. Da ayada. So'nglashqa shu narsa ta'sir qildi bo'lg'ay. Ashta qilib shu YouTube kanaliga darslarni chiqargan bo'ldim. Lekin barbara o'zimga dars ishlab chiqargan bo'ldim. Undan keyin sizlarni dars ishladinglar, masalan, sizlarga tashviq qildim, adash menda bir dars ishlaylik, men o'zimga o'rgatish qilaman deb. Sizlarni fotograflikning asos bilimlar degan darsni ishladinglar. U dars ajoyib ko'p ko'rilgan darslar masalan-ku. Degandek.
Yo'q, 3 qismning o'zimi, ha inshaalloh. 3 qismning o'zimi ajoyib bek yaxshi bo'lgan bir darsda hamda. Shu sababdan boshda yig'ib kelsam gaplarimni, boshda tashlab qo'yish, ya'ni menda badasini ham o'rtoqlashish maqsadida ochilgan bir kanal. Hozir 3-yilni kelgan vaqtda davomli dars ishlaydigan mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli o'zimniki zihniy jihatdan bo'lsin, davomli buning qalqi yatırım deb qo'yamdiq, mablag' solish demdiq, mablag' silib turyapman emasdan, shu jiq pullimi ketdi hamda buning mablag' solimdi degandek. Shu odash kanalning qurilish asos maqsad shu asli banasini ambarlashdan boshlab keyin izolamış boshqalarning inkaslaridan ilhom olib davomlashtirishni Şu, doğru. Hem de kanalın asasen tutorial yani başkalar bir narsa üç 100% ya 99% şu alet var da şimdi. Doğru. Hem de muş mezmunlu uzanlı fakat muş mezmunlar kılıp başkalar bir narsa ügütey diyen alet başlavatamsızlar ya ki hazır muşu bekrak başkalar muşun bekrak ihtiyaçlık depma başkalarının ihtiyaç noktasını kılıp şuna kılvatamsızlar. Mesela bir çoğunun bir de mesela YouTube kanalı mezmun çıkış küçüğünün her türlü şekli var. Mesela başka nersini tercüm kılıp çıkırış. Bir ners ügetmeyi məlum bir nersini düşendiriş digəndək. Əmdə silahın asası qıma tutorialini yine qalda yumuşaq tutalında qanda qışılış doğrusu ki nerslərini tanıtıqdan ki müşü mezmun tallaş cəhətdə nimişqa belki müşü taldan oldu bəlkə değil mi? Hem de bir insanın qılalaydigan işi cheklik bo'lgan, masalan, ma'lum insonlar naqsh eta oladi. Masalan, Astaki Baxtiyorninki duta chelishlar, tambur chelishlariga qarab, nihoyatda nima qilman deb havas qilaman. U o'zining ishini yaxshi qila oladi. Masalan, men o'zim ishni yaxshi qila olmayman. Masalan, har bir odamninki o'zining iqtidori oldi, o'zining yaxshi qila oladigan bir sohasi bo'ldi emasmi? Hamda menmo mushu sahani men yaxshi qila olmayman deb o'ylayman shaxsan. Albatta bir kamchiliklar bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa, sizlarninki shu darslarni ko'rayotgan qarindoshlarninki bizga mana tanqidiy bo'lsin, mayli qaysi yatim bo'lsin, taklif bersa yaxshi-ku hamda. Lekin hamda meningki YouTube kanalga nima qilayotgan darslarimning asosi boshqalarga o'rgatish to'g'ri. Bu qo'sh yo'nalishlik bo'ldi hamda. Masalan, bay dedim, ba'zi narsalarni tushundirdi deb. Agarki mening hozir iqtisodim yor bergan bo'lsa, yoki menga mablag' solganlar bo'lgan bo'lsa deyli, ma'lum hozir nihoyatda moda bo'layotgan yoki elektronik mahsulotlar bor. Masalan, eng yangi chiqqan biz Uyg'urlarning mushu texnikalardan, mushu elektronik mahsulotlardan foydalanishimiz hamda hozirgidek bir davrda bak ehtiyoj yo'q. Buni bilmay turib foydalanolmaydi. Masalan, mushu to'g'risida to'xtanglar, men YouTube'dan jonlangan qilayotganim naqmaydan. Ovozbek boshlaydi. Mushu nuqtasida tushuntirish videosi abasilgandek qutusini ochadigan, masalan, ichib tushundiradigan, ashta videoni bak ishlashni bak arzu qiladim, lekin unga bak ko'p iqtisod kerak ekan. Chunki nima yangi chiqishini darhol elib shu chiqarib bo'lash kerak ekan. Hamda u boshqa YouTube kanallarga o'zining raqobatchilari bo'lgandan darhol yangini elib chiqarib olsa, qancha ko'p ko'rilishga, qancha ko'p like, yaxshi ko'rishga erishsa, shu yaxshi. Ham bizningki Uyg'urchilikda hamda men uqmaydiganlarim bo'lishi mumkin, lekin hozirgidek bir kasbiy va muqim menayotgan YouTube kanalda mush kompyuterda turmush bor deb o'ylayman. Shunglashqa men hamma nima yangi chiqsa ham darhol elishimning hojati yo'q amaliyotda, lekin alohilashqa shu iqtisod lozimda. Mayli vaqt ilgari kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shu uni qilolmadim, lekin hozircha o'zimning iqtisodiy va o'zimning zihniy nuqtasidan yor bergani shu. Kompyuter bo'lganki buningga detallarni qachilab, bu detallarning nima bo'lganligini, nima ishimizga yaraydiganligini tafsilli tushuntirish hozircha qo'limdan kelganligi uchun hozircha shu 3 yildan beri shu nuqtadan ketyapman. Lekin hozir shu uyda o'zimning ishxonasida bir necha uskunlarning bir necha men o'zimga ehtiyojim bo'lgan holatda olgan bir necha elektronik mahsulotlar bor. Mayli kamera bo'lsin, masalan, kamerani bugun oldim.
abim sizlarga suhbat kirishdan ilgari taxoy kirib shuni olib kelgandim. Ondan keyin qatiq diski bor degandekchi. Bularni men yaqinda qutisini ichib tushuntirib qilaman. Kuchimning yetishicha qilyapman. Hozir chiqib kelganim shu boshqalarga o'rtoqlashishda bu detallar to'g'risida, yumshoq detallar to'g'risida. Lekin bundan keyingi qo'shimcha olib bordiganim shu qutlarni ichib birlikdachi. Andan keyin bu qutining ichidagi chiqqan narsalar, bularning ishlash funksiyasi, nimalar ishlatildi, bularningki texnikalik arqi ko'rinishi deb qo'ydik. Izohatlari hammasini men uyg'urcha bir shaklda, boshqalarga tushunishli bir shaklda nim qilishni. Ashta bir video ishlab chiqarishni bek arzu qilaman. Bundan keyin amal va vaqtimning yetishiga erishib, boshimda chiqarib qolaman shu. Hozirgi savollarga yig'inchoqlar vaqtda kanalni 2 nuqtadan, ya'ni biri tushundirish yoki izohat, nimaning nima ekanligi, yana biri o'rgatishda shu 2 yo'nalishni. Meniki kasbim graflaylash bo'lgandan keyin 2018-yildan tortib, ya'ni kanaldan qurilgandan tortib ta hozirga qadar haqliq darsga o'rlashtirib kelayotgan xaron bo'lgandek, nurg'un iqtisodni elish jihatdan musulmon ko'p yordamchi bo'ldinglar. Shu munosabatlarga ko'p rahmat. Şu Adobe Illustrator rahmat edish. Şu Adobe Illustrator, Photoshop, anakin InDesign, Camtasia degan shu detallarni shu aqliq holatda o'tib ularni men YouTube qo'ymay ayrim shaklda setilib uygunaganlarga. Aşağı kilometrada shu biri o'rgatish, yana biri nima? izohlash yoki tushuntirish to'g'risidagi yoshlar video 2 turdagi Arkadaş endi shu bayıqning ulab shu chiqargan mazmunini ulab so'moqchi bo'lgan savolim. Shu men darslarni ko'rib chiqdim, bu Photoshopdan boshlab bu yerda bir 20 xil 30 xilcha yumshoq detallarni so'zlab qo'yibsizlar, ba'zi kod yozish degandek pek jiq mazmunlar. Mesela Cinema 4D bunun içinden hammasini uzanlı bilgandan keyin ondan keyin chiqadimi yoki ba'zini bir mushtarak bir to'g'risida mazmun chiqarayotib ondan keyin uzanlı shuni izlanib o'rganib ondan keyin chiqadimi? Shu tushundim. Abay deganimdek hamda mening YouTube kanalimdagi 2 xil dars turi bor. Biri echilgandan bevosita darslar kirib ketgan, bu mening darsim emas. İkinci türü içilganda kanalın logosu çıkıp belki intro dep koyduğumuz kiriş. Aş kirişlen kirgine meniki sözgen dersinde. Bu şekilde. Ondan keyin ikinci so'rovga kelgan vaqtda belki gün oldi bilan o'rganib bundan keyin qildingmi degan kelgan vaqtda shu Python darsi bor-ku, kod yozishdan belki moda olib ketdi hozir. Ben bunu bir neçe bek nim kep ketdi-de shu Pythondan bir ders sözlsangiz yoki haqliq bo'lsin yoki haqsiz bo'lsin, bu şekilde bir ders bo'lgan bo'lsa deb bek ko'p inkaslar talablar bo'lib ketdi-de. Uningdan so'rab baxtim, Yevropadagilardan, Amerikadagilardan so'rab baxtim, men bildiganlardan. Men bir saylan chiqdi, men qilib beray dedi, lekin yo'qolib ketdi-ku. Vaqt yetmagan bo'lishi mumkin. Chunki bu dars o'tish biz ko'rgandek oson emas shu. Men oldin qatim dars qanday tavlandi deb bir video chiqarib qo'ydim. Buningga hali ko'p vaqt ketadi-ku. Uning ustiga mendek normalda ko'p gap qilmaydigan Uyg'ur tilidagi so'z boyligim nihoyat oz. Ankin gaplarim toza duduqlab ketadigan odamlarga nisbatan bularni nurg'un qatim kesish kerak va nurg'un qatim qayta so'zlash kerak-da. Tunji qatim YouTube kanal yaqinda o'zimni chiqarishni boshladim. O'zimniki chiroyini chiqarib beva so'zlashga. Bu vaqtda boshqalarniki ko'ruvchilarniki zerikib qolmaslik nuqtasidan yaxshikancha dodliq bilan chiqaraverdim hamda. Bu nuqtada kameraning oldida bir odam bo'lmagandan keyin bu bir jonsiz maxluq bo'lgandan keyin to'malan bo'lgandan keyin ba'zi gaplarni men uqmaylam jiqib chiqib uni kompyuterda kesma yoki yangidan takrorlayman. Hamda meniki bir kasbiy keslim bor, bir narsa yaxshi qilgandan keyin yaxshi qilsam deb. Bu yaxshi qilish degan gapning oqidilla nurg'unlagan qatim sinash degan gap avtomatik kelib ketadi ekan-ku. Azraq gapim sal nima chiqib qo'polroq yoki bo'lmasa ovoz intonatsiyam yaxshi chiqmay qolib qolsa buni boshdan oxiri ilib tunji videoimda agar ishonmasang balkim ishonmaslik mumkin, ammo
tunji videomni 280 qatim video tatdim ha. 280 qatim. 63 sig'imni to'shib qopti. Qarasam 280 parcha video bo'lib ketdi. Men bularni birdan anglab, o'xshash boshlanish va buni 280 qatim degan gapda. Uningga bak ko'p vaqtim ketdi. Ularni anglab, uningdan keyin kesib eng yaxshi menga nisbatan yaxshi bo'lganlarini kesib, shu 10 necha minutlik video bo'ldi-ku. Ya'ni bu kadar yaxshi bo'lsin deb men bir takıntılık deb qo'ymaymiz va turkcha. Bak eslib qolaman-ku, eslib olaman. Anda o'qandikim asli mening xarakterimga bak mos kelmaydigan bir soha-ku, bu dars so'zlash bo'lsin, boshqalarga tushuntirish bo'lsin. Ammo yalan oyoq suvdan qo'rqmabdi deb men shu kirib ketdim-da. Yaxshi qo'tlandish, lekin sizlar mos kelmaydi sanlar. Sizlar mos kelgan bo'lsan chiqladinglar. Hakikaten deşma kurup maqtaş emas, hakikaten yaxshi qilyapsizlar, qilajat qattiq yoqtirib qo'yapmiz. Ko'p rahmat Alloh Ajronlarga ko'p rahmat edish. Birgadesh men birisini anlatgan qarindoshlarim sizga qo'yaman. Men o'zimning mikrofonni aytmayman, da sizga gap qandan chiqish pasportman, men tabiiy o'zaro paralash. Işte bo'lgan yaxshi. Ama Clubhouse normalde bir siz başkanımız için tübikenmiz, lekin ama tabii bir normal bo'lsin deb shon pasportga bir bizar qilsamayamdi. Bunda bo'lmaydi mencha. Bak qitib turvarsaqmi yaxshi bo'lmaydi. Shunda ikkimiz birga o'tirib paralashayotgandek tabiiy bo'lsin debchi. Onda kadar şu baydıdan şuna münasebetlik mesela 280 qatim nöqtədə İslam düzanlar bir yaxın oqvatıslar. Bir yaxın başqa belki normal çıxış xizmətini qılatan bilishi mümkün. Bu YouTube mesela həftədə qançalıq zihni küçəli qançalıq vaxtını ketib olmasın. Asasen her həftədə bir çıxıvatsızlar o çıxıvatdı bir digəndə. Doğru. Şunun həftədə mesela umuman neçilik vaxt neçilik zihni küçəli şunu bir vatsızlar. Endi buni konkret ne holatda hisoblab boqmabman, lekin haqiqatan ko'p vaqtim ketadi. Mana gap, YouTube kanal meningki bu kasbiy soharimga yoki o'qiyotgan maktabimga bek ko'p ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki men maktab kirishdan ilgari deganimdek o'shga ishimdan tatib Photoshop 7.0 bilamsizlikka o'qimayman. Balkim men ko'rayotganlarni bilishi mumkin. Ashunda zat boshlagancha men o'rganishni. Shuningdek maktabda o'qiyotgan nuqtadan, maktabda o'qiyotgan darslar nuqtasidan asosiyatdan bilmayman. Ben nazariyani hisob qilmaganda asosiyatdan bilgachga nazariya qismi azroq zihnimni berib yodlab, ma'lum nuqtaniki, ma'lum hukmlarniki nimasini bilib olsamlar, asos kelib chiqishni bilib olsam bo'lgandan keyin maktabga bak ta'sir ko'rsatmaydi. Ham bo'libmi shu masalan dars o'tganning o'rniga pul topgan bo'lsam, hali ko'p pul topib ketdim deyman. Lekin pul hammadan muhim emas, shu menga nisbatan hamda. Pul muhim, lekin hammadan muhim emas-da. Bu ish qismi farq bor. O şekilde şu haftada ba'zida bir ikki dars chiqaritaman, ba'zida shu 2 haftada bir chiqaraman. Hozir o'qish bitirish asrini ishlash bosqichida bo'lgandan keyin ko'p dars chiqaramay qilyapman. Masalan, 280 qatim deganga shu 3 soatlik vaqtim ketdi deyman. Shu atrofda. 15 minutlik ders şu ameliyatda. Men bek aşırı qiliqliqcha, aşırı etganligim o'zimga nihoyat ayon. Lekin yaxshi chiqsin, bu aman saqlanib qolgan narsa bo'lg'achqa deb, anda davomli o'xshash narsani zerikmay, terikmay qilaveradigan bir xo'yin bo'lg'achqa, ameliyatdan ko'p vaqtim ketmaslik kerak bo'lgan bir dars shu ameliyatda. Onun ustiga kameram depadim kesliga da kameram bek chatoq chiqib, yerim yo'lga ketib qizib, andik unda bo'lgan uning so'yg'ichi bir choyni ichib degandek ani saqlabchi. Anda bo'lgandan keyin u kamera jihatdan japa tatdim. Undan keyin xudoyim bir bugun shu kamerani setib ustiga bir pul qo'shib kamerani birini oldim. Qolganimda yaxshi bo'lib ketadi. Taxim yaxshi, taxim yuqori sifatlik, mo'l mazmunli keladigan ondan. İnşallah. Bunun keyin adashmış iqtisodiy yaptı. Normalde mesela İngilizce kanallar olsun, çoğun YouTuber'lar YouTube'ni qo'shimcha bilim taqdish emas, bir kasb qilganlar chek qo'ydi. Hamda sizlarning hamda meningki bütün kompyuterimda ma'lumot ilanni itishtirgan narsa bo'lgan keyin sizlarningki oldi ilan bir narsa bor yo'q, uqmaydi ekanman. Hem muştundur mesela
o'ylashib baxtinglarmi yoki uni yap men bu yerda pul topmay bütün shu 1% olsun kirim qilmay hammani işte xolis sayyora e'lon qilma deb shunday o'ylashdim. Eng başta o'ylashgan adash. Lekin bir öy tutqandan keyin, chet elga chiqqandan keyin bu o'y reallik faqat uyg'un kelmaydi ekan-ku. Bu unosiga elektronlik narsaga ham meningidek kasbiy keslim bo'lgan bir narsa bo'lsa, yaxshi bo'lsa deydigan odamlarga nisbatan eng oliy kontaktisi, eng oliy mouse, eng oliy kamera, eng oliy ekran deydigan bir taqintilarim bor-ku. Ana bo'lgandan keyin mukammaliyatchilik deb qo'yamda qamda. Ziyoda mukammaliyatchilik keslim borda. Ana bo'lgandan keyin uning ko'p pul ketadi ekan. Unisiga turkiyachilikda u narsaning bu narsa bilan bir muncha pul to'lash kerakda. Men shu ko'pincha narsani chet eldan keltiraman. Yevropadan, Amerikadan deganda. Ana bo'lgandan keyin hamda pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan-ku. Shunga 4000 soatga 3 yil 2,5 yilda yetdim kompyuter va turmush kanalini e'lon etishimcha. Hamda boshqa naqsh usul YouTube kanal ochgan bo'lsam 20 yildami kap bo'ladi. 20 yilda 1000 abona emas, 1000 abona agashkuchilar emas, nurg'un agashkuchilar bo'lib ketadi. Hamda meningki bu Uyg'urlar ham yo'qchi, butun millatda bor. Tomosha narsa bo'lmagan ekan, ko'ngil ichishni turdagi narsa bo'lmagan ekan, ashta oz ko'riladi. Onun ustiga chet ellik Uyg'urlar texamaz bo'lgan ekan, o sonliq ma'lumot texamaz bo'lib ketib, 3 yilda hamda 3000 abona bo'ldim. Abona agashkuch deb qo'ydik, subscribe. 3300 bo'libdi. Ondan keyin ko'rilishim shu 4000 soatdan hamda ishib e'lon etib hamda $31 kirim bo'lgan vaqtda yetimning og'zi oshiq tegsa buni qanotdi deb shirkat qurishim kerak ekan Turkiyaning qonuni bo'yicha. Davlatga boy topshirishim kerak ekan deb shuninglar bilan e'lonim taqib etdi-ku YouTube kanalida. Hozir e'lon chiqmaydi. Hem de şu $31 kirim bo'lmayla. Zaten $31'dan %40% devlet aldı şu. Anda bo'lgandan u bo'lmadi. Hem de şu o'zimniki o'zimning graflaylash kasbida pul tepib, bu pulni oilamga nima qilib uni degan kanalga shu mablag'ni shaklda selib boshdan mana shu. Xolis başnaqı xolis bo'ladi. Ben şu Uygur tilim için qılıvatıma desem mi bo'ldi? Çünkü hozirgidek cho'ng sonliq ma'lumot davrida mayli Uyg'urcha bir yiziq olsun, masalan degan gapning yiziqning o'zimi bek muhim, qimmatga ega. Masalan degan so'zimning o'zimi bir ovozliq so'zimning o'zimi bek qimmatga ega. Men aslida men taniydigan programmer ustozlar turibdi, endi men bu yerda bek atpachilik qilmay. Lekin meningki tushanchamga asosan hozirgidek bir cho'ng sonliq ma'lumot davrida hamma narsa ovoz bilan shunday bir kontrol qilgan davrda Uyg'urcha bir ovozning, Uyg'urcha bir yiziqningki nihoyat qimmatdan yuqoridan qo'yamda, qimmat yuqori desak bo'ldi ekan. Qimmat yuqori deb o'ylab shu nuqtadan qilyapman shu. Pek yaxshi qilib yaxshi bo'lyapti endi. Biz mana Uyul mediani mana shu mushtaqam bir nechalar başladik, shu boshqalar ko'msin. Hoş Uygurca bir ma'nilik, Uyg'ur tilidagi anlatımız bir ma'nilik fikirlarni bir taqiblarda bir xil shaklda hozir bir necha kanalni ochib boshlayapmiz, kitob o'qish olsun, kino tunishish olsun, ammo da bir xalqqa naqdgan baysilgandek ham naqshsin uchib ishlatayotgan qarashlar faollarni yaxshi bo'lsin. Lekin biroz uchuv shaklda Uyg'urcha ana tilimizda boshqa ko'msin degan paytlarimiz paytlarimiz ballar paytlar degan maqsadda shu narsaga o'xshash Uyg'urcha fikirlarni tartishni o'ylab shuni qildi. Bada sizniki mishtrolar yaxshi bo'lib ketsin. Rahmat. Onun degan adashlar yana bir savol so'rashga ilgari abim bir gapning davomini unutib qolibdim. Demakdim, hozir esim keldi. Dedim ki bu boshqalar o'tish jarayonida sizlar bir narsa o'rganamsak, o'rgandingmi debchi. Amaliyotda men bir dars o'tishda ilgari ajoyib tayyorlab qilyapman-ku. Mayli so'zlik nuqtasidan bo'lsin, mayli buni tushuntirish nuqtasidan bo'lsin, qanday tushuntirsam yaxshi tushunadi. Lekin mening qarshimdagi yana bu darsimni so'zi anglaydigan odam bak yuqori saviyalik deb o'ylamayman. Eng tuvan saviya. Kompyuterni hech qanday narsa bilmaydigan odam anglab tushuna oladigan nimani asos qilaman-ku. Men o'tmoqchi bo'lgan darsimning asosi
tushundirish asosi shu. Ya'ni hech qanday narsa bilmagan odam tushunadigan bo'lsa, bilgan odam albatta texnik tushunadi. Hatta bilgan odam beshini anglab chiqdi. A nuqtadimi shu bek izlanma. Uningdagi o'zimni kasbiga toza nima kelmaydigan shu Pythonnimi o'tiq odam topolmay, dars o'tiq odam topolmay, axir o'zim ugunib 14 mi 11 qismi dars ishlab chiqargandim. U darsim ajoyib bek ko'rilib ketdi. Eng ko'p ko'rilgan darslarimdan birisi shu. Ammo $30 kimi ko'pincha ash darsdan kirdi desam bo'ldi hisobda. Ammo bu Python degan bek ishkirlab kirgan sir bek ig'irlashib ketgan bo'lg'achqa men menga nisbatan biraz cho'ng bir nima bo'lib qoldi ekan, cho'ng gap qoldi ekan, gapni o'shiq degan vaqtda cho'nglashib to'xtab qoldim. Agar davomlashtirgan qarindoshlar bo'lib qolsa, shu darsni o'tib, ko'rib, boshdan oxiri kam qolgan yo'li bo'lsa, undan keyin davomiga ulablam yoki bo'lmasam davomlashtirib o'tgan bo'lsa, men bu chiqarib qo'ygan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi deb orzu umid qilaman. Bir necha damlik desam, bu vaqt yetmadi. Deganda arkadaşlar şu men nim qilishda ilgari bir darsda ilgari bak ko'p izlanma bularma Uyg'ur tilidagi izohlash uchun Uyg'ur so'zlik topolmay bak qiynalib ketmanchi men. Anda bo'lgan ekan ustozlarni uni bundan so'rab, mumkin qiliblashtirilan atalg'i bormi yo'qmi? Bo'lmasa buni zag'ir tilcha qanday ifodalaymiz? Bularni aniq tafsilini qilgandan keyin uni yozib ash shaklda o'tamash darslarni o'tib chiqmadi. Uzunligi masalan shuni o'tish dars so'zlashayotdi uzunlik chiqib narsalarni o'rganibsizlar mana. Bak ko'p narsa bilmayman. Baysil deganda bir xillik mablag' so'zlashak bir narsa degan to'g'ri. Amaliyotda bu shu bir deymiz mustaqil uzunlik bilim jihatdan uzunligan ma atrofdagi bo'lgan bir xil ashtab bir mablag' so'zlash bo'libdi. Bu bak yaxshi bo'libdi shu uzunlik. Ashab bu ekan shu manbalar vaqtida fotograf post bir narsa chiqarganda rost degandek men bu ba'zi narsa basic asosiy narsalarni bilmaydigan narsalarni shu vaqt o'rgangandim. Lekin men bu narsa degandek shu kasbiy atalg'ularni, kasbiy narsalarni Uyg'urcha tushuntirishda biraz qiynalgan. Boshqalardan sildan boshqalardan so'rab o'rgangan, lekin shu shaklda ham uzanma o'tchaq narsalarni bilib olgandim. Shu haqiqatan bugungi ashtab bir foydasini deymiz. Yaxshi bir gap bor, ashtab hozir esim kelmayapti, bir yaxshi o'rganaysan, boshqalar o'rgatma deydiganda bir gap bor, ish bu. To'g'ri. Shunday bunday yaxshi bo'libdi da ish qilib. Men bu dars o'tish jarayonida Bizgan en köp bizgan narsam nima desanglar, bir narsani bilish boshqa kadash. Lekin bu bir bilgan narsani boshqalarga tushuntirib, boshqalarning tushunishiga yoki o'rganishiga sababchi bo'lishinglar bu boshqa bir narsa ekan-ku. Rasmiy. Bek ko'p narsa izlanish to'g'ri keldi ekan. Ashta. Izlanib turdik. Masalanidek Mushtaq kanaldan men yana bir Shoyi Bug'ra deb bir qarindishimiz bor ekan. Shu After Effects Premiere Pro'da yaxshizlaydigan ekan. Masbulon deb bir kino kenti yoki Masbulon studiyada bir qarindishimiz. Sizlar o'xshash asosda ular asosan film ishlash to'g'risida narsalarni sizlardan men bu endi kasb o'zim uni alayda qiziqib yaxshi alaydim qilsammi, lekin men bak Mushtaq shekilli masalan ko'rabman o'tmanmi shu. Asosda ba'zi narsalarni bilsammi, degandek Uyg'urchada mushkatni degan bo'ladi. Uyg'urchani shu kasbniki texnik atalg'usini Uyg'urchilik nishinosmi ba'zi sizlarniki Shoyi Bug'ralarniki shu videolarni chiqib ko'rmayman oldu arabcha. Hamda da bir gap deb aytib ketganlar baldur boshlasam bo'pti ekan deb nim qildim deb. Ham masalan 3 yil bo'pti. 3 yilning nimasi bayqidek masalan baldur boshlasam bo'pti ekan yoki deganga masalan shunga o'xshash mayish mandara qilsam bo'pti ekan yoki mane mandara qilsam taxmin yaxshiroq bo'lgan deb his qilgan bir narsalarni bormi desh. Bo'ldi. Abay deganimdek shu balduroq boshlagan bo'lsam, taxmin yaxshi natijalarga kelarkan deb o'ylagan gapmi, nimalarim bor. Undan keyin ingliz tilimi bek kerak bo'ldi-ku men bu jarayonda. Hamda men o'zimniki turayotgan o'lka, Turkiya bo'lganda turkchani yaxshi bilmay, ko'p materiallarni turkchaga tarjima qilib yoki turkchadan ashta ko'rib qilmaychi. Hamda men nisbatan o'sha ingliz tilimi bek muhim. Hamda 2014-yil boshlagan ingliz tilini, undan keyin bir mezgilda ekan u bo'lib tashlanib qolgandiku. Shuni shu vaqtida boshlagan bo'lsam, mayli o'zimga bo'lsin, mayli shu YouTube kanaliga mazmun nim qilish bo'lsin, shu nuqtadan bo'lsin, yaxshi bo'ladi deb, yaxshi bo'ladi ekan deb o'ylab qo'ygan nuqtalarim bor.
Anniken hem insan degan her vaqt onda aktiv bo'la olmaydi ekan jo'dash. Her vaqt onda jangovar bo'la olmaydi ekan. Bizning ma'lum bir nuqtada shunda o'zimiz arg'inlik his qilib qilayotgan ishimiz hech ilgirilmagandek bo'lgan vaqtlarimiz bo'ldi ekan. Men bu kanalni 3 qatim tashvitay bo'ldi men. Bundan bir nap chiqmag'idek, bir men ko'zga nishon yetmagidekman deb 3 qatim bo'ldi. Birinchi qatim tashvitay 2 oydan keyin kimdan bilsaylarninki qayta nimasi bilan bir inkas bilan qayta boshladim. Undan keyin uni yana 1 yil boshlab 1 yildak nim qilib yana tashrif etdim. Yana undan keyin bu jarayondagi to'liq ko'chash, undan keyin to'y ishlari bo'ladi degandek-chi. 3-chi qatim men bo'ldi men rasmiy tashvitay ham bu oqmadi deb. Chunki shuncha ajr so'ngdisang hamda 500 hamda 1000 odam ergashayotgan. Bugun bir odam ergashgan bo'lsa, ertasi 10 odam chiqib qolgan-chi. Anda pas sıfırlı bo'la bergandan keyin bak charchab ketadigansa ro'yjatdan-chi. Shuningga eng oxir qatimda ismini atamayman bir ustoz yo'lliq bir akamiz, do'stimiz nihoyatda go'zal bir gapni qilib meni bir rag'batlantirgan bo'ldi. Undan keyin bir boshlagandan keyin shu boshlab ketgancha 1000 dan 2000 bo'ldi, 2000 dan 3000 bo'ldi, ba'zi 3330 kishi ergashgan bo'ldi. Ko'rlishim 6000 soatni ish 7-8 soat bo'ladi demasam-chi. Shun qarab o'ylab qolaman, boldo chiqqan yakunmi bo'lmaydi ekan, biroz sabrlik bo'lib, biroz vaqtning so'ning eqishi qo'yib bergandan keyin mumkin bir gap bo'lgan. Bo'libmi bizniki mush texnikalik, mush elektronlik sohada bir narsa bak tiz vujudga chiqib ketmaydi-chi. Bir ishtiklam bugunib bo'lgan bir narsa emas, masalan, ma'lum bir vaqt ketadi, ma'lum bir vaqt jarayon ketgandan keyin shu jihatda biroz oldikani bo'lgan vaqtlarim bor. Undan boshqa hozir nihoyat aktiv yana men. İnşallah bunun için devamlı kanalımızda aktif olalım. Hem de şu an bayılacağım debatlarla hem bu işini biz bir ihtiyacet yapamagan diken hem asas izleyicilerimiz şu başkalarının bir yaxşı inkası, başkalarının adilem. Yani hiç bizim hiç kadar çıkımlık etmeydi biz şu adilem şuna bir like basıp koysak ameliyatı silge hem silge okşa şuna kılvat kademlik bir ilham buldan şunu davamlaşışka takım yaxşı kılışka. Müştak anlayotgan qarindoshlarimiz ham boshqalar kino anlayotgan müştak bir qo'llab bersa o'zaro sizlardek aktiv oldida menayotgan yaxshi narsalarni fikrlarni taqdim etgan qarindoshlarni bir qo'llab bersa deb o'ylayman men shaxsan. Rahmat. Boshqalar chatlarimiz shunday qilib bersa asal shu savol so'moqchi edimiz javob berayotgan shu o'tirib uchun davomida necha qatam bir to'xtab qilishni o'ylashdim. Çünkü bu baydiyanda kaçaklaştık o bunu nurgun küçük gidiyor, nurgun iş gidiyor. Lakin bazı üzümüzdeki turmuşun sebepleri diye karışık mesela işte toxtab bazı kildo adamlar ki. Doğru. Şık yaxşı kesin ödeş bir reyne. İnşallah. Biz mi like biz günde inkas yazıp ilan bir türlü suyu. Yaxşı nesler toxtab kalmasından için. İnşallah. Doğru. Şu menemde aktif energiyaga aktif tutayotgan narsalar boshqa qarindoshlarga ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin, jabo chekdingiz degandek gaplar. Amma turib o'ylab qoldim, bu degan tor dunyosidagi kimlik aniqsiz bo'lgan insonlar yozayotgan narsa emasmi? Masalan, oddiysi men bir musulmon bo'lishim bilan bo'libmi Turkiyaga kelgandan keyin Alloh rozi bo'lsin degan gap menga bak chiroyli anglandi-ku, bak go'zal anglandi. Men qaysi bir ustozdan so'ragan shunday esimda bor, ustoz desam dedim, shu men o'tgan darsimga astig'imda Alloh rozi bo'lsin deb inkas keldi ekan, yozdi ekan. Mush gap bak dal joyini topami, Alloh haqiqatan mendan rozi bo'lami desam bak kulib ketib. U o'zligini izlab qolgan gap emas. Ash odam o'zining ichidan chiqarib, o'zining qo'llari bilan bosgan gap, bizib qolgan gap. Shunga joyini topadi inshaalloh deganda shunda bir xo'shlab, ishimga bir xil illiqlik kelgandichu. Ash şekilde de. Politikada şahsı bir saatte oldu. En ahırkı sualım. Mesela şunda hem de YouTube sizler o mesela bizanlar kesmeye, bizanlar kızıklıdan kompüter olsan kıpsılar. Lakin aramızda nurgun yani başka talantlık nurgun kardeşlerimiz var. Bu şunda bir başkalarının hem berli gidek bilimleri kusaklı maçtayımız mı zavaplı?
lekin balkim har xil sabablar tufayli qiziqmaslik yoki ters kurish yoki bir g'ayrat bulanmaslik sababli mushtaq sizlardek YouTube bo'lsin, Instagram bo'lsin mushtaq bir uçur taqtish başladı ham birlashni o'ylashmagan yoki shuni boshlashga jur'at qilmagan qarindoshlarimizni nurg'un deb qarayman hamda ham chiqyapti. Nurg'un kirib turibmiz o'tgan yillarmi oldingi yillardami furudek bir gulchak geçilgandek nurg'un Uyg'urcha kanallarimiz ishib ketdi. Lekin aslında başlab qilmagan qarindoshlarımizga hamda sizlar bir 3 yillik tajriba olgan bir ilhomlanib tutgan bir gap so'zinglar bormi işte. Endi bu gapni nereden boshlash kerak degan vaqtda menimcha bo'lganda oldi bilan o'zini biroz dansab beqib menda bir boshqalarga o'rtoqlashgandek boshqalar bilan bahrlangandek bir potansiyel deb qo'ydik, bir qo'sh umash deb ishlatiladi bizmi? Umash qo'saq umash. Işte bo'lib qolsa, mayli yiziq shaklda bo'lsin, mayli ovoz shaklda bo'lsin, tatinmay YouTube'ga chiqib, YouTube orqali bo'lsin, mayli boshqa platformadan bo'lsin, o'rtoqlashsa bek yaxshi hamda. Yaqin bir inimiz chiqdi, video sifati menga nisbatan bek nima emas, night sifati emas, lekin mazmun ajoyib yaxshi. Va ayrim gap qildim, u inimizmi Turkiyada borish o'zingga o'xshash, ashta o'ylantiradigan yoki mayli olam boshliq to'g'risida ashta video ishlab chiqardi-ku. Yaqin chiqdi. U hukumimizga gap qildim, agar texnikalik jihatdan bo'lsin, har qanday kerak bir nima ehtiyojli yordamda bo'lsa, men qo'limdan kelishcha yordam qilma. Hatto kerak bo'lsa, men haqliq o'tayotgan darsini sizga haqsiz beray, ashanda uyg'unib nim qiling deb bizimda. Agar shu ovozimni anglayotgan qarindoshlar bo'lsa-mi, agar ashta bir yordam kerak bo'lib qolsa, so'rasanglar, men albatta. Men bu yo'lga shu boshqalarga yoki boshqalar deganim asosliqin shu o'zimizning xalqiga yordam berish sifatida yoki bilganimda o'rtoqlashish deyli yordam berishga bak cho'ng gap bo'lib ketdik. O'rtoqlashish nimasida maydonida o'tirib chiqaliqim uchun agar mening qo'limdan kelgan ish bo'lsa, yordam qilishda men o'zimdan qilmayman, aymayman. Shunlashqa balkim boshlanishdan ilgari masalan video ko'rsatishni bilmasligim mumkin yoki boshqa ma'lum ishlarni qilg'inli bor, lekin bu ishni nereden boshlashni bilmasligim mumkin. Hamda bu ishlarningki konkret nimasiga qarata o'xshamaydi-ku. Anda bo'lgandan agarda ma'lum bir sohadan boshlamoqchi bo'lsanglar, ayrim mendan gap qilsanglar, shu sohani o'ziga qarata nereden boshlash to'g'risida yoki qanday boshlash to'g'risida men maslahat bersam bo'ldi. Lekin atrofimdagi mayli doktor bo'lsin, tish doktor bo'lsin, masalan bilgan tish doktorxonaga berib kelgan. U do'stimiz yo'q-ku hozirning o'zida. Tish doktorxonasiga berib, u do'stimiz o'naytdi ko'p bilimlar borda. Adash dedim, deydi, ismimiz o'xshash masalan. Mush tish doktorlik, mush sog'liq bo'yicha bir video ishlab YouTube chiqarmamdoq. Hech bo'lmasa men Clubhouse kirib haftada bir gap qilib bersanglar, mush tish degan madamgidek muhim narsa. Tishimizni qanday asraymiz, ota-bobolar deydigan tishning ichidagi qurt degan narsani qanday saqlanamiz degandek mush oddiy nuqtalarni tushuntirib bersam hisob emasmi desam, voy shundami dedi, voy shunda deb Clubhouse'ni zo'lab tushirib telefoniga. Ashta tashviq qildim masalan-ku. Amaliyotda bizning Uyg'urlarning ichida iqtidor egillari bak ko'p. Men amaliyot ularni oldida hech narsa emas. Shu men tag'dan bag'dan shaxtan shaq qonab yurgan bir o't yurak yosh deb qo'yamda qanda. O't yurak yosh. Lekin haqiqatan iste'dod egisi emassan-ku. Shu nurg'un narsa yoki ma'lum bir kasbda voyaga yetgan nurg'un ustozlar bor, nurg'un tangdoshlarimiz bor, do'stlarimiz bor masalan-ku. Ular boshlabli bo'lsa, bak yiqib ketadi, bak yaxshi bo'ladi. Lekin ular balkim nereden boshlashni bilmagan bo'lishi mumkin va yoki vaqt chiqarmasligi mumkin, vaqt chiqarmagan bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatan bu YouTube'ga mazmun yo'llab, mazmun tayyorlab yo'llash haqiqatan ko'p vaqt oladigan ish. Lekin buning ahamiyati mencha o'g'anda yuqori deb o'ylayman. Boshqalarga foyda qilgan, ammo quruq gap qildigan. Gaplam ko'rinsin yoki ko'rinsin gapla qilgan gapning har qanday aymay qilganini men bek to'g'ri ko'rmayman, lekin har qanday millatda bo'ladi, ammo u ijtimoiy tabiiy ahvol deb qo'yamdik. Lekin meningki tavsiyam hozirgidek bir Uyg'urniki hozirgidek bir vaqtida jonga yorug'dek amaliyotchilik yuqori bo'lgan narsani o'ttirib qo'ysak bekrak yaxshi. Chunki
YouTube qaraydigan bo'lsanglar hamma rahat o'ynayotgan, chiqarayotganlar, rahat quruq gaplar chiqayotgan hammasini mayli shaxsiy bo'lsin, mayli milliy nuqtadan bo'lsin hech qanday dardi yo'q, haqligi yo'q, hamma narsa to'liq. Hech qanday nima yo'q, g'am deydigan bir narsa yo'q-da haqiqatda. Rahat yaşasılam hayatını ötküslam vaqtını ötküslam bo'ldi, ammo biz o'xshamaymiz-ku. Mayli men o'xshamayman, sizlar o'xshamaysizlar, bu hech kim o'xshamaydi-ku. Unda bo'lgandan hammamiz o'zimizning qo'ldan kelganini o'tirib tashlab baqsaq, tama ko'l to'lar deb bir gap bo'lib qoladi-ku. Shu meningki nuqtam endi quruq narsa chiqarmaslik bekerek yaxshi deb o'ylayman, chunki shu odamning chiqargan quruq narsa, hammamiz quruq narsa bo'lmasligi mumkin, ashunchadan balkim uyg'unalgan narsa bo'lishi mumkin, lekin umumiy jihatdan aytganda rasmiy qo'lga jing'i to'xtig'idek loq bir narsa chiqarsa, boshqalarning ko'ngilicha yoki o'tkazgan vaqtida balkim shu odamningki yoki shu kishining sohasiga qiziqib uyg'unib bir narsa uyg'unib yoki balkim hayoti o'zgarishi mumkin-ku. Hiç bo'lmasa 100 lira, masalan 100 lira topa oladigan yoki 500 lira topa olish mumkin shu o'rgangan bir narsa orqali. Shunga meningcha bo'lganda shu agar bundan keyin YouTube ochmoqchi bo'lganlar, amalda birinchi bo'lib o'ziniki sohasini da bir boshdan kechirib chiqish kerak. Dansab beqib. Onun kemen bularning ichidan nimalarni boshqalarga suna olmayman deb, men sunish jarayonida men deb o'tgandek, har bir mazmun tayyorlashdan ilgari bu mazmunni bilganlar emas, eng tuan saviyadagi insonlar, eng tuan saviyadagi insonlarni chiqish qilib turib tayyorlasa, bu darsdan mayli ko'rilish nuqtasi bo'lsin, mayli foydalanish nuqtasidan bo'lsin, taxim ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Men shunchalik fikr beralayotgan madash. Çıkıp şu aşağı kusaklık bilimlerinde ikimizin göz karşı okşaşken şu kusaklık bilimde aval var bir çıkıp başlarla hem berlise azıqdaki vakitte bularmış şu Uygur silimizdeki mezmunlar çekaysa demekçi var mı? Doğru. Şu anlık Allah karındaşlar olsun başında kısım bir ilamelip başlap hem de menden bu bakar ben bu bir nesne kılaymamış fotoğrafta olsun bir nesne kılayım onu kılayım bunu kılayım der lakin birinci kademle başlatılamay Doğru. Bu sebeple ya ikramı çıkıştın hicillap tatinip degandek olmasa men qisam en yaxshi qilib bo'lmasa qilmayman deb aytib ishlatib yeshim qilmay ketgan vaqtlar bo'ldi. Lekin cho'qim bir yerdan boshlash kerak shundaymi adashmas. Ben o'rnidan turish kerak, mayli yaxshi bo'lsin, yaxshi bo'lmasin, o'rnidan turib olsa men fikrimda shu. Ba'zi narsalarni quvvatqach uyunda sifatini yaxshilashimizni to'g'ri ish qilib Kardeşlarınki baş gapsiz bo'lmas şey bo'lsin, mencha ilmi pek uzab ketdi, lekin nihoyat yaxshi fikr bo'ldi, yaxshi param bo'ldi da sizga qayta rahmat. Bu bilimlarni bugun ham bahriligini anlagan, ham necha yildan beri amay qalmay ashundaq zihniy kuch-qudratni chiqarib bu shakilni rahmat edish. Rahmat sizlarga rahmat. Degandek bugungi musohbatimiz orqali mush anglayotgan, nazir anglayotgan yoki keyin shu podcastda yoki YouTube'da anglamoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz shu musohbatdan ham boshqa sizdan bir ilhom olib, biraz texniklik faranlarni so'zlashdik, boshlarni texniklik jihatdan o'rganib bir başlayalsa, menki işte üzlü bar bilimlerini, ayrıca bizim dans yapıp üzlü müştak hem bahri bilek, men de kusaklığı için bakken büyüyen kardeşler bir aktiflikler müştak tahtına nesler olsun tapasa, kusaklık umaşını tapasa müştak Uygurca mezmundaki şu içtimai süpürdük mü, içtimai alakı süpürdük Uygurca anlatımızdaki mezmunlar bağlansa bütçe kıyıp bir gülçek içilgandaki bir fırda içilip kesse diyen asas maksat kardeşimiz belki yaxshi bo'ldi da bugungi suhbat qaytadan tekrar rahmat sizlarga. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat adash. Tunji qatimda meni muvaffaq ko'rib, loyiq ko'rib taklif qilganlarga. Balki yaxshi bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin shundaqmi ko'p rahmat anglagan qarindoshlarga va bundan keyin anglagan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan hamma qarindoshlarga qatnashib anglatganlarga rahmat. Biraz bir narsa yaxshi mazmun bo'lib qolgan bo'lsangiz shu o'rningizni paramız müşavir bo'lsa inshaalloh keyinchi yana shunday filmlardan maxsus filmlardan qaytadan suhbatga o'rlashamiz. Bo'ldi, rahmat. Hammaga xayr xo'sh, Allohga emanet.